Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. İstiqlal kundalik xabarlarini ko'rishingizga qizg'in qarshi olamiz. Men Arshidin Ediqot. Tövəndə vatanimiz Sharqiy Turkiston va dunyo kun tartibiga aloqador muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qani diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy Sharqiy Turkistonning sho'xla mahsulotini alohida tizimlikka kirgizdi. Xitoy bu hafta har qaysi o'lka, shaharlarning o'ziga xos yemekligini nuqtaliq yetishtirish tizimligini e'lon qilgan bo'lib, Sharqiy Turkistondagi asosliq majburiy emgak mahsuloti bo'lgan sho'xla qiyommu tizimlikka kirgizilgan. Xitoy sanoat va uchurlashtirish ministrligi 4-iyun o'qitirish tarqitib, tunji turkumdagi an'anaviy yemeklik ishlab chiqarish rayonlari va yerlik o'zgacha yemeklik sanoatini nuqtaliq yetishtirish tizimligini e'lon qilgan. Tizimlikda Uyg'ur majburiy emgakiga chetishliq bo'lgan Sharqiy Turkistonning sho'xla qiyomi o'rin olgan. Xitoyning bu haqdagi xabarlarida Sharqiy Turkistonning o'zgacha suv, tuproq, yo'riqliq va issiqlik sharoitiga ega ekanligi, sho'xla pishiqlab ishlashga intayin mos keladiganligi, Xitoydagi hatto dunyodagi sho'xla pishiqlab ishlab chiqarish oltin rayoni ekanligi, zo'r tannarx afzalligi va raqobat afzalligi borligi da'vo qilingan. Xitoyning dehqonchilik tarmoqlari buningga alohida bir qism sonliq ma'lumotlarni e'lon qilgan bo'lib, ko'rsatilishicha 2024-yili Sharqiy Turkistonda pishiqlab ishlanadigan sho'xla terish ko'lami 1,150,000 mo'ga, mahsulot miqdori 8,506,000 tonnaga yetgan. Xitoyning Uyg'ur qatorliq turkiy xalqlarini majburiy emgakka silish jinoyatida sho'xla mahsulotlari nuqtaliq tilga ilinib kelgan bo'lib, Amerika hukumatı bir necha yildan buyon ijro qilayotgan Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonunida sho'xla qiyomi asosliq tekshirish va cheklash obyektlarining biri bo'lgan. Bultur BBC kanali xalqarodagi sho'xla qiyomi mahsulotlarining Uyg'ur majburiy emgakiga chetishligi haqida bir hujjatli film e'lon qilgan bo'lib, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi qon bilan bo'yalgan majburiy emgakka silish jinoyati, majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan sho'xla qiyomi mahsulotlarining turli yo'llari bilan Yevropa bozoriga kirayotganligi fosh qilingan edi. Yangi doklad Sharqiy Turkistondagi ig'ir bulg'unishni fosh qildi. Eng yangi tadqiqot dokladida ko'rsatilishicha, Xitoyning ig'ir sanoat kasbini Sharqiy Turkistonga yo'tkishiga ergishib, muhitning bulg'unishimi ig'irlashgan bo'lib, bu yil tunji faslda Sharqiy Turkiston muhiti eng bulg'angan joyga aylangan. Finlandiyadagi Energiya va Sob havo tadqiqot markazining 4-iyun e'lon qilgan tadqiqot doklatiga asoslanganda, Xitoy yaqinqi yillarda alyumin tavlash, ko'mir sanoati qatorliq energiya sarfiyoti yuqori kasblarni Sharqiy Turkistonga yo'tkagan. Sharqiy Turkistonda tok va energiya tannarxlarining tuvan bo'lishi Xitoyning nurg'unlagan ig'ir sanoat korxonalarini jalb qilgan. Ammo muhitni qo'g'daydigan ul aslahalar va aloqador boshqarish tadbirlariga sal qaralgan. Bu sababli bulg'unish ig'irlashgan. Tadqiqotlarga asoslanganda, Xitoy o'lkalaridagi muhit bulg'unish darajasi yaqinqi 10 yilda ro'shan tuvanlab yaxshilanishga boshlagan. Ammo tabiiy boyliqlari ilg'or texnikalar va g'oyat zo'r mablag' bilan to'xtamay bulang-talang qilinayotgan. Ishg'oliyat ostidagi Sharqiy Turkistonda ekologiyalik muhit borgan sari nacharlashishga qarab mangmoqda. Amerika hukumati shirkatlardan Xitoyga tayinishni azaytishni talab qildi. Amerika Avam palatasidagi alohida komitet bo'lgan Amerika Xitoy Kompartiyasi strategik raqobat komitetining raisi bu hafta davlat halqigan bir kon shirkatiga maktub yo'llab, mazkur shirkatdan Amerikani Wolfram bilan ta'minlash iqtidori haqida tafsiliy ma'lumot berishni talab qilgan. Amerika ovozining bu haqdagi xabarda qayd qilinishicha, alohida komitetning raisi, Avam palata a'zosi John Molinar 2-iyun Almonti sanoat shirkatining lideriga xat avatib, Wolframning Amerika mudofaa sanoatiga bo'lgan muhimligini ta'kidlagan. Mudofaa sanoatida kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim mineral modda Wolfram Amerikada ishlab chiqarilmaydigan bo'lib, komitet bu maktub orqali Almonti shirkatining bu sohada Xitoyga biqinib qilish masalasini qanday hal qildiganligini o'qmoqchi bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda mazkur shirkat Koreyadagi bir kon shirkati bilan savdo hamkorligi o'rnatgan. Molinar bayonotida Amerikaning bu jihatda yanada importga bo'libmi Xitoyga chetishliq manbalarga tayindiganligini tilga olib, bu tayinish bizning mudofaa sanoat bozorimiz va jang tayyorligimizga zo'r xavf ilib keladi degan. U yana o'zi rahbarlik qilayotgan Amerika Xitoy Kompartiyasi strategik raqobat komitetining Xitoyning xalqaro kon mahsulotlari zanjiridagi hukmronlik o'rniga qarshi turish,
Amerika sanoat bozorining mudofaa sohasiga ehtiyojli manbalarga ega bo'lishiga kafolatlik qilish jihatdan kuch chiqarganligini ta'kidlagan. Pokiston bilan Afg'oniston o'rtaq tunish hosil qildi. Pokiston va Afg'onistonning may oyining oxirida o'tkazgan yuqori darajalik g'ayri-rasmiy boshliqlar yig'ini rayonlik diplomatiya va ikki qo'shni davlat o'rtasidagi ikki taraflik munosabatlarda muhim burilish nuqtasi bo'lib qoldi. Turkiya Ovoz radiosining xabarida qayd qilinishicha, Afg'oniston tashqi ishlar ministrlik vazifasini o'tayotgan Amirxon Muttaqining riyosatchiligida o'tkazilgan maxfiy yepiq yig'inga Xitoyning alohida elchisi Yu Xiaoyong va Pokistonning alohida elchisi Muhammad Sodiq qatnashgan. Bu boshliqlar yig'ini 2017 yildan buyon yo'lga qo'yilayotgan 3 taraflik suhbat mexanizmining xalqaro bir qismini tashkil qildi ekan. Axborot manbalarining bildirishicha, Pokiston Talibanga ashyo oboroti, moliya va harbiy jihatdan yordam bergan. Bu yordam Talibanning Shimoliy ittifoqqa qarshi ustunlikka erishishida hal qilg'uch rol o'ynagan hamda faqat strategiklar emas, balki mazhab va ideologiya jihatdagi yiqilishini aks ettirgan. Lekin Taliban 2021-yili hokimiyat beshiga qayta chiqqandan keyin Pokistonning Taliban ustilik strategik cho'nqurlik va harakat ta'siriga ega bo'lish umidi zo'r darajada amalga oshmagan. Pokistonda yuz bergan bomba hujumlarining muhim bir qismining Pokiston Taliban harakati bilan munosabatlik bo'lishi Afg'onistonda xalq orasida Talibanga qarshi kunsiri kuchayotgan norozilikni paydo qilgan. Taliban rahbarligi bo'lsa bu qarashlarni qat'iy rad qilib, Pokiston Taliban harakatiga munosabatlik deb qaragan masalalarning Pokistonning ichki ishi ekanligini ilgari surmoqda. Haj mezgilida bexatarlik tadbirlari texmo kuchaytirilgan. İslamning 5 farzidan biri bo'lgan haj faoliyati uchun bu yil Saudiya Arabistonga taxminan 1.400.000 hoji yetib borgan bo'lib, Saudiya doiralari bultur nurg'un hojilarning o'limini keltirib chiqargan issiq to'lqinning qaytalanishining oldini olish uchun kishilar to'pini kontrol qilishni kuchaytgan. Navbatda temperaturasining 40 Selsiya gradusdan ishishi mo'ljallanayotgan bo'lib, doiralar o'tgan yili temperaturaning 51.8 Selsiya gradusga yetishi sababli 1301 kishining hayotidan ayrilishini keltirib chiqargan voqealarning qayta yuz bermasligi uchun issiqdan mudofialanish tadbirlarini kuchaytgan. Qo'shimcha soyuvanlar o'rnatish, hojilar uchun texmo ko'p salqindash o'rinlari hozirlagan. O'tgan yilgi ajallik issiq havo to'lqinidan keyin doiralar 40 dan ortiq hukumat organi va 250 mingdan ortiq xodimni mudofaa tadbirlarini yaxshilash uchun safarbar qildi. Sun'iy aql texnikasi yangi bir turkum uchqulardan kelgan sin ko'rinishlarida o'zicha olgan sonliq ma'lumot iqimini bartaraf qilish orqali zo'r ko'lamdagi kishilar to'pini texmo yaxshi boshqarishga yordam beradi ekan. Bu yil ruxsatsiz hojilarga qarata qattiq tadbirlar yo'lga qo'yilgan bo'lib, doim ilib beriladigan tuyuqsiz tekshirishlar, o'chqinlar orqali kuzatish va qisqa o'chir orqali ogohlantirishlar bu tadbirlarning bir qismi hisoblanadi ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Atigi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.